qalbdagi haqiqatni zohirda ifoda etish. Yunus Emro Quddisa sirruhu 30 yil davomida hech qanday g'araz niyatlarsiz xolis Alloh taolo uchun o'z shayxlarining xizmatlarida bo'lganlar. Ularning vazifalari darvishlar makoniga o'tin olib kelish bo'lgan. Bu shunchalik mushkul ish ediki, bu og'ir mehnat mashaqqatlaridan ular bukir bo'lib qolgan edilar. Biroq ular hech qachon o'z vazifalariga nafrat his qilmaganlar. Aksincha, ular o'z ishlarini quvonch va muhabbat bilan bajarganlar. Shayx boshqa muridlariga qaraganda Yunus Emroni ko'proq qadrlar edilar. Bu boshqa muridlarga yoqmas edi va ular o'zaro Yunus shayxning qizini sevadi. Shu sababli u shunday sadoqat bilan xizmat qiladi deb gapira boshladilar. Hattoki ular bu fikrlarini shayxga ochiq aytdilar. Bir kuni Yunus Emro o'tin olib kelganida shayx unga: "Ey Yunus, qanday to'g'ri o'tin olib kelibsan?" dedilar. Yunus: "Qiyshiq o'tin bu eshikka loyiq emas" deb javob berdilar. O'git: Alloh taologa nisbatan mukammal bo'lmagan bandalik noo'rin. Mukammal bo'lmagan ummat Allohning Rasuli sollallohu alayhi va sallamga loyiq emas. Inson go'yo tikan ekilgan daladan o'tayotgandek yashash kerak. Inson shunday yo'l tutish kerakki, uning qilgan amali na o'ziga, na islomga va na boshqa musulmonga soya solmasligi kerak. Aksincha, inson xulq atvori bilan boshqa insonlarda islom diniga va musulmonlarga muhabbat uyg'otishga harakat qilish kerak. Inson o'ziga boqqanida Qur'oniy xulqni ko'rishi hamda uning hayot tarzi Allohning Rasuli sollallohu alayhi va sallamning hayotlariga muvofiq kelish kerak. Har bir inson boshqa insonlarda islomga nisbatan muhabbat uyg'onishiga sababchi bo'layaptimi yoki aksincha nafrat sababchisi bo'lib qolmayotgani borasida tafakkur qilishi kerak.